kecha biz Muhammad Solihni детский больницаga olib bordik. 3-4 kundan mazasi holi yo'q, ishtahasi yo'q, lekin ichi suvdek etib turadi 7-8 martalabdan. Yaxshi borsa umuman очередь yo'q, sразу kirdi vrachni yoniga. Qornichasi og'rib qolibdi. 3-4 kun faqat semestchisidan ovqat yemasin dedi. Dorilar yozib berdi, qaytib keldik. Keyin meni xususiy klinikaga olib bordilar xo'jayinim, chunki meni grippim bir hafta bo'lyapti, umuman o'tib ketmayapti. Dori qildik, hamma narsa qildik, o'tib ketmayapti. Oxiri endi kapelnitsa ham olib ko'ring deyishdi. Keldik klinikaga. Muhammad Solihchi men kapelnitsa olgunimcha chirillab yig'lab yubordida. Oxiri yonimga olib kelib o'tirg'izib qo'ydilar xo'jayinim. Yonimda multfilm ko'rib o'tirdi. O'zi shu Muhammad Solih bir haftalardan basi, shu kasal bo'lgandan basi umuman injiq bo'lib qoldida. Hech kimga ko'nmayapti. Opoqisiga ko'nardida qaynatamga. Opoqisiga ham даже umuman ko'nmay qoldi. Faqat men bilan bo'lib qoldi. Billa yuribmiz endi Muhammad Solih bilan.